ifoda teng bo'lsa, mana shu ikkalasi, demak mana shuni hisoblashimiz kerak. Demak, birinchi ifodadan ummaxraj bersak, shunda AB plus BC plus AC taqsim ABC teng bo'lar ekan 1 taqsim A plus B plus C ga. Demak, buni bu yoqqa ko'paytiramiz. Shunda bu AB plus BC plus AC ko'paytirilgan A plus B plus C teng ABC ga ekan. Demak, buni ochib chiqsak, A kvadrat B plus ABC plus A kvadrat C demak AB kvadrat plus B kvadrat C plus hop A B C plus endi C ni ko'paytirib chiqamiz. Demak A B C plus B C kvadrat plus A C kvadrat teng B C. Demak A B C bilan bitta A B C ketsa bu yerda, keyin buni biz ko'paytuvchilarga ajratsak, masalan mana bu yerdan A kvadrat B bilan demak A kvadrat ana uni qilsak C ni. Shunda A kvadrat chiqarsak B plus C bo'ladi. B plus C bo'lsa, endi mana ABC dan demak AC mana buni ikkalasidan chiqarib yuborsak, shunda nima bo'ladi? Demak AC ni chiqarsak B plus C qolar ekan. Plus demak bu bilan B C bilan mana bu B C ni chiqarsak, yo'q, B C ni chiqarsak, mana B C ni chiqarsak, demak A plus C qolar ekan. Mana bilan keyin nima qoldi? Bizda bu bilan bu qoldi. Ikkalasini B kvadrat chiqarsak, shunda B kvadrat A plus C qoladi. Shu teng 0 bo'ldi. Demak bu B plus C, bu yog'ini ham ajratib olsak A plus C, bu yog'ini A plus B bo'ladi. Teng 0 bo'ladi. Demak shu ko'paytuvchilardan kamida bittasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak masalan A teng minus B bo'lsa, masalan, demak olib borib qo'ysak mana yerga A teng minus B, mana ular qisqarib ketadi-da. 1 taqsim C kub. Bu yoqdan esa bu ikkalasi minusdan teng qisqarib ketadi-da, 1 taqsim C kub teng 0 chiqadi.